Ana. Kevrasida daryo bo'lmasa. Onamiz ketdi. Bugun tema Qozonkob. Bir mehmonimiz kelib, restoranlarda Qozonkob yedim, choyxonalikka o'xshamayapti. Choyxonacha qilib bering-da. Day bo'ldi aka. Xudo xolasa choyxonachani yasaymiz dedi. Mana boshlaymiz hozir. Choyxonachaning eng yaxshi sirlaridan bittasi bu dumma-da, qozon tagiga dummalarni parra-parra qilib olamiz. Maza beradi, deb bo'lmasa. Ko'rsating. O'zimizdan joylari qo'yib dummalari. Undan keyin qo'yimizning qovurg'asi bor. Donalarni terib bo'ladi, deymi? Qovurg'ani terib chiqamiz. Mana bu o'zimizning qo'yimizning qo'li. Juda ham shirin va mazali bo'ladi. Ham so'chni ham quruq go'sht emas-da, bular. Juda ham mazali go'sht bo'ladi. Xudo xolasa klientimizga asobinli ko'rasizmi? Asalligini, jaydari qo'yligi bilinib turadi, dumbalari oppoq qarang. Xudo xolasa bugun bir mehmonimizni mehmon qilamiz. Qozonkoblarimiz bilan. Xudo xolasa buni 2,5 soatda o'zidan qo'chqorlik tayyor bo'ladi. Xudo xolasa videoni ko'ringlar oxirigacha. Taomimiz boshidan oxirigacha qanaqa bo'lishini ko'rsatamiz. Anket bismillah. Alloh o'z yuzimizdan yormasin inshaalloh. Ko'ramiz bu yo'qmi? Yaqinroqdan oling. Bu Qozonkob bilan ko'rasizlarmi? Daryoda mana shunaqa choyxona sistema ham bor. Kech payt kelasizlar, ulfatlarni olib, mana shunaqa joylari, choyxona taomlari ham bor. Keveringlar buni. Jononligini qaranglar, jonon. Kelasizlar, daryo bo'lmasa. Onamiz ketdi. Bay.